Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun yana sizlar bilan Bahodir Nazirov. Azizlarim, ko'pchilik so'raydi, shu maqsadlarga qanaqa qilib tez erishsa bo'ladi, qanaqa qilib muammolardan qutulsa bo'ladi. Shu hayotimga o'zgarish olib kelmoqchiman, natijalarga chiqmoqchiman. Bu savolni endi doim eshitamiz. Har xil maslahatlar berganmiz kanaldan turib, tavsiyalar berganmiz. Endi kimdir qiladi buni, kimdir o'ylab yuraveradi, kimdir chiroyli informatsiya eshitdim, juda bir yaxshi maslahat eshitdim deydi va shu yerda to'xtab qolinadi. Ya'niki harakatni qo'shilmaydi. Ya'ni eshitganga amal qilish kerak. Urinishdan to'xtamaslik kerak. Yangi bir yo'nalishlarni qilib ko'rish kerak. Ya'ni eski urinishlar ish bermayaptimi? Yangi biror narsa qilib ko'rish kerak. Men o'zimni bitta natijamni aytay, endi bu olamshumul narsa emas-ku, lekin hali nima deydi, приятный deydi. Ya'ni men o'zimning ovqatlanishimni hali kardinalni o'zgartirib yubordim. Ya'ni faqatgina foydali bo'lgan pitaniyani yeyman deb o'zimga va'da berdim. Mana 1,5 oy o'tibdi. Tarozi ustiga tursam -7 kilogramm. Bu 1,5 oy uchun yomon natija emas. Demak, bu asosiy maqsad emas edi. Lekin shu nimadir hayotingizda kardinalni o'zgartirib yuborganingiz, ya'ni o'zgarishlar ro'y bergani baribir ta'sir qilyapti-da. Ya'ni siz hayotingizga o'zgarishlar olib kiryapsizmi yoki olib kirmayapsizmi? O'zingiz bilan ozgina bir suhbatlashib ko'ring. Ilgarigi ishlarni qilib, ilgaridek fikrlab, yangicha hayotga kirib bo'lmaydi-da. Nimanidir o'zgartirish kerak. Mana mening pitaniyam o'zgaribdi, menda -7 natija. Xudo xolasa yana davom etamiz. Boshqa yo'nalishlarda ham xuddi shunaqa. Bu pul topish bo'ladimi, qarzdan chiqish bo'ladimi, sog'liqni tiklash bo'ladimi? Shu o'zingiz odatlaringizni o'zgartirishingiz kerak-da. Men shunga har doim e'tibor qarataman. Nima qilasizlar? Hayotinglarni o'zgartirish yo'lida qaysi odatlarni yo'qotyapsizlar? Qaysi fikrlaringizni o'zgartiryapsizlar? Qaysi ustanovkalarni o'zgartiryapsizlar? Har doim o'quvchilarni e'tiborini shu narsaga qarataman. Kim qaratgan bo'lsa, o'zini e'tiborini shu narsalarga shu o'zgartirish boshlasa, shu birinchi navbatda odatlarimizni o'zgartirsak, negativdan pozitivga o'tsak, o'sha o'y fikrlarimizni kerakli yo'nalishga majburlab solsak, o'sha foyda beradigan amaliyotlarni qilib yursak, mashqlarni qilib yursak, uni hammasi natija bermay qo'ymaydi. Lekin hech narsani o'zgartirmasdan turib, odatlaringizda, gap so'zlaringizda, fikrlashingizda kechirasiz, natijaga chiqib bo'lmaydi. Natijaga chiqish uchun nimanidir yaxshigina bilinadigan darajada o'zgartiring. Ko'p aytaman-ku hali. O'zinglarni o'zgartiringlar. Xo'sh, nima qila olaman men? Qo'limdan nima keladi? Ya'niki oson, yengil qila oladigan ishlardan boshlanglar. Qiyindan boshlamanglar. Shu qiyinni boshlayman degan inson ertaga, indinga, 1 yildan keyin, 10 yildan keyin deb yuraveradi. Bugun qo'lingizdan nimadir kelyaptimi, o'shani qiling. Ertaga sal murakkablashtiring. Sekin-sekin o'sish kerak-da. Kichkina narsalardan boshlab inson asta-sekin o'zgaradi. O'sha zararli odatlarning o'rniga foydali odatlaringizni ko'paytiring. Elementarni shu vaqtida uxlash. Hamma o'ylaydi bu arzimagan narsadir. Bu arzimagan narsa emas. Juda ham katta foyda bu. Juda ham katta foyda. Ya'ni vaqtida uxlaganingiz uchun ertalab energiyaga to'lib turasiz, aniq tiniq fikrlaysiz, kuchingiz, quvvatingiz yetarli bo'lganiga
ko'p narsani oson yengil hal qilasizda. Fikrlashingiz hattoki o'zgaradi. Ko'pchilikda odat hali siqilib, o'ylab, haligi muammolarini yarim kechagacha yuraveradi, uxlamaydi, 2-1 qilib ertalab turish qiyin, uyquga to'ymagan, kuch bo'lmagandan keyin, energiya bo'lmagandan keyin albatta u o'zini muammolarini yechishga qiynaladi. Yechishi mumkin, no, juda ko'p vaqt ketadi, juda ko'p urinishlar bo'ladi hayotida. Lekin mana biz ko'ryapmiz, oson, yengil chiqib ketayotganlar bor-da. Shu muammolardan maqsadga tezroq erishayotganlar bor. O'shalarning safiga qo'shilinglar. Ya'ni o'ynab, kulib, oson, yengil erishsa bo'ladi. Buning uchun inson o'zini tanish kerak, o'zini tushunish kerak, o'zi bilan ishlash kerak, o'zini o'zgartirish kerak. O'zini odatlarini, o'y fikr-ku bu 100% o'zgartirish kerak. Qancha siz pessimist bo'lsangiz, qancha siz o'zingizga ishonmasangiz, shuncha yutqizishlar ko'p bo'ladi. Shuncha natija sizdan uzoqlashaveradi. Shuning uchun albatta har doim harakat qiling. Optimist bo'lishga, fikrlaganingizda o'sha muammoni ko'rish emas, yechimni ko'rishni o'rganing. Shunda har doim yutasiz. Qachonki siz yechimlarga e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, atrofingizda juda ko'p imkoniyatlar bo'ladi. O'sha imkoniyatlarni ko'rishni o'rgansangiz, bilasizki, Xudoyim sizga nafaqat muammo beribdi, uni yechimini ham berib qo'ygan. Faqat endi o'shani olish kerak, qilish kerak va hayotni yaxshi tarafga o'zgartirish kerak. Va bu yo'lda albatta yaxshi kayfiyatda o'zingizga hamroh qiling. Har doim tabassum bilan, yaxshi kayfiyat bilan yursangiz, faqat yutasiz. Hammalarga ajoyib kayfiyat tilab qolaman.